Agar hech kim siz bilan raqobatlashmasa, demak siz hali yetarlicha muhim o'ringa ega emassiz. Agar sizni hech kim xavf deb ko'rmasa, demak siz hali yetarlicha kuchli emassiz. Agar siz haqingizda hech kim ortingizdan gapirmasa, demak siz hali yetarlicha ajralib turmayapsiz. Agar kimdir sizni ataylab chetlab o'tsa, demak siz kuchlisiz. Agar kimdir sizga taqlid qilsa, demak sizda kuchli xarizma bor. Agar kimdir sizga tuhmat qilsa, bu sizning yuksak shaxs ekaningizdan dalolat. Agar kimdir siz ustingizdan kulsa, bu aslida sizga nisbatan baland fikrda ekanini anglatadi. Agar kimdir sizga qarshi chiqsa, demak siz undan ustunsiz. Bir dono inson shunday degan: yaqinlaring bilan har safar oxirgi marta gaplashayotgandek gaplash. Chunki keyingi suhbatda siz aytgan gaplardan hech qachon pushaymon bo'lmasligingiz kerak. Achchiq bo'lsa ham rost gapni ko'zlariga qarab ayting. Odamlarga mehringiz